O'zbekiston milliy terma jamoasi futbol markazida mashg'ulotlarni davom ettirmoqda. Bugungi kun biroz boshqacharoq tarzda o'tdi deyishimiz mumkin, chunki avvalo kunning birinchi qismida Fabio Cannavaro jurnalistlar qiziqtirgan savollarga javob berib o'tdi. Bundan tashqari, O'zbekiston terma jamoasining mundialgacha bo'lgan rejalari navbatdan tushuntirib berildi. Jahon chempionatiga jiddiy tarzda tayyorgarlik ko'ryapmiz va juda qattiq ishlayapmiz. Barchamiz mundialga uchib ketishni intiqlik bilan kutmoqdamiz. Murabbiy etib tayinlanganimdan keyin murabbiylar shtabi bilan birgalikda barcha futbolchilarni kuzatib bordik. Kimdir terma jamoaga chaqirilmagan bo'lsa, demak u o'z o'yini bilan hali meni yetarlicha ishontira olmagan. Terma jamoaga jalb etishda futbolchilarning yoshiga e'tibor bermadim. O'zini ko'rsatgan munosib futbolchilarni chaqirdim. O'tgan hafta yig'inni boshladik va nazorat uchrashuvida ishtirok etdik. Hozir jamoaning jismoniy holatini yaxshilash ustida ishlayapmiz. Barcha futbolchilar bor kuchi bilan mehnat qilmoqda. Maqsad jamoaning jismoniy tayyorgarligini yanada kuchaytirish. O'rtoqlik uchrashuvlari uchun imkon qadar kuchli va raqobatbardosh raqiblarni tanlashga harakat qildik. Bunda murabbiylar shtabi bilan muntazam muloqot olib borib, mavjud ma'lumotlar va tahlillar asosida biz eng foydali bo'ladigan terma jamoalarni saralab chiqdik. Kanada musobaqa mezboni sifatida yuqori darajadagi futbol muhiti va ajoyib atmosfera yaratishi shubhasiz. Bu esa futbolchilarimiz uchun muhim tajriba bo'ladi. Niderlandiya esa Yevropaning eng kuchli terma jamoalaridan biri hisoblanadi. Ularning o'yin uslubi va taktik yondashuvi ma'lum jihatlari bilan Portugaliya terma jamoasiga o'xshaydi. Jamoa safiga chaqirilgan futbolchilarni tanlashda o'zim munosib deb hisoblagan nomzodlarga tayanib ish yuritdim. Masalan, Jaloliddin Masharipov katta tajribaga ega. U optimal sport formasiga chiqsa, jahon chempionatida jamoaga katta foyda keltirishi mumkin. Abbos Fayzullayev kuni kecha gol urdi. Shuningdek, u mehnatkashligi va jangovar xarakteri bilan ham ajralib turadi. Shuningdek, Abduqodir Husanov va Eldor Shomurodov hozir yaxshi holatda. Ba'zi futbolchilarimiz jarohat yoki o'yin amaliyoti yetishmasligi sabab optimal formada emas. Ammo hali vaqt bor va ular tez orada tiklanishiga ishonamiz. Eng muhimi biz uchun ilk jahon chempionati. Shuning uchun futbolchilarga ortiqcha bosim emas, aksincha, o'yindan zavq olish ruhini berishimiz kerak. Men jamoamizning bor kuchi bilan O'zbekiston uchun kurashishiga ishonaman. Yanvar oyida bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogidagi guruhimiz juda qiziqarli va kuchli raqiblardan iborat. Har bir o'yin biz uchun jiddiy sinov bo'lib, maksimal e'tibor va tayyorgarlikni talab qiladi. Ikkinchi qismda esa milliy terma jamoamiz vakillari stadionda mashg'ulotlarga kirishdi. Asosan murabbiy aytib o'tgandek, jismoniy tayyorgarlikka bu yerda e'tibor qaratilmoqda. Oldindagi Neftchiga qarshi nazorat bahsi hamda 22-may kuni bo'lib o'tadigan Bunyodkor stadionidagi tayyorgarlik o'yini katta ehtimol bilan yakuniy tarkibni aniqlash uchun asosiy omillardan biri bo'ladi. Maksimum harakat qilamiz, 100% emas, 200% ga. Endi menimcha muammo bo'lmaydi, chunki professionallarni olib kelgan, o'shanga yarasha tayyorgarlik ko'ramiz borgandan keyin. Terma jamoaga chaqirilganimni xursandman. Jamoa hamma harakat qilib maksimal darajada jarayon zo'r ketyapti, tayyorgarlik zo'r. Birinchi o'rinda jismoniy holatga e'tibor qaratilgan. Faqat bitta u gol deb hisoblamayman. Undan oldingi o'yinlarda ham menimcha yaxshi ta'sir ko'rsatdim deb o'ylayman. Hamma batta professional futbolist, o'zi biladi, hamma ishini o'zi bilib qilyapti. Albatta, ishonchim o'zimga komil. Xudo xolasa nasib, maksimal harakat qilaman. Shu 26 talikdan joy olib, jahon chempionatiga borib, vatanimiz uchun zo'r o'yin ko'rsatib, gol urib, xudo xolasa Kolmi deyishga. Futbolchilar bildirgan fikrlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, har bir o'yinchi yakuniy tarkibga kirish uchun ishonmoqda va qo'ldan kelgancha mehnat qilyapti. Bundan tashqari Fabio Cannavaro o'z shtabiga jalb etilgan jismoniy tayyorgarlik bo'yicha yangi mutaxassislardan mamnun ekanligini ham mashg'ulotlar jarayonida ko'rishimiz mumkin.